Bugun sizlarga o'zim uslubimda moshkichiri qilinishini ko'rsatmoqchiman. Siz qanaqa usulda tayyorlaysiz? Qozonga yog' solib, qizdirib, piyozni solib, yaxshilab qizartirib qovurib oldim. Qovurilgan piyozdan ozgina olib qo'ydim piyolaga. Ketidan go'shtni solib, yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Pomidor va kartoshkani solib, yana biroz qovuraman. Aniq bilaman, hozir moshkichiriga ham kartoshka solar ekanmi deb yozishadi. Bizga shunaqa kartoshka solingani juda ham yoqadi. Tabga ko'ra tuz va tomat qo'shib olamiz. Ketidan yuvib tozalangan moshni solib, yaxshilab qovuramiz. Suvni qo'shib 1 soat davomida qaynatib pishirib olamiz. 1 soat qaynagandan so'ng guruchni solib, to guruchi yetilgunigacha balandroq olovda tinmasdan qovurib pishirib olamiz. Biz ayollar har bitta vaqtda uni vaqtini va o'zini yaxshi ko'radigan ayollar shu yordamsizlar. Xuddi shunaqa usulda bor yo'g'i 1 soatda 3 kun yoqat tayyorlab qo'yib, maza muzxonaga qo'yib qotirib qo'ysangiz ta'mi o'zgarmasligiga o'zim javob beraman. Bugun uchala qozonda bir xil ovqatni yarim tayyor qilib pishirib olaman. Uchala qozonga ham bir cho'michdan yog' solib, yirik to'ralgan piyozlarni tillarang bo'lgunigacha qovurib olaman. Qovurib olingandan so'ng ustidan kartoshka, qizil sabzi, chesnok va ziravorlar solib, yaxshilab aralashtirib qovurib olamiz. Bu massaga xohlasangiz tok do'lma, karom do'lma, teftel shu kabilarni solib bemalol pishirib olsangiz bo'ladi. O'zim yaxshi ko'rib ishlatadigan samarqand tomatlardan bir osh qoshiq qo'shib, yaxshilab bir xil massa bo'lgunigacha aralashtirib qovurib olaman. Men esa qiymasiga xuddi shunaqa ko'rinishda tayyorlab qo'yib, muzxonaga qo'yib qo'ydim. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta yurakchani bosib qo'yishni unutmang, ko'rib xursand bo'laman. Agar siz ham har kun ovqat qilishdan charchagan bo'lsangiz, bir haftalik xuddi shunaqa menyu qilib qo'ying. Shunda umuman qiynalmaysiz. Dushanba og'ir kun, shuning uchun birinchi kuniga osh. Seshanba kuniga esa qozon kabob. Chorshanba kuniga esa suyuqqina qilib moshxorda. Payshanba kuniga esa achchiqqina qilib mastava. Juma kuniga esa qanaqa tayyor qiymali mahsulotingiz bo'lsa, shuni sovarasiz. Agar haligacha yurakchani bosmagan bo'lsangiz, bitta bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Endi 4 ta qozonni gazga qo'yib olib, birin-ketin hammasiga yog' quyib chiqamiz. Qizigandan keyin piyozlarni sovalib, qizartirib qovurib olamiz. Bunaqa usul bilan ancha-muncha vaqtingiz tejaladi. Birinchi qozonimizga qiymali mahsulotimiz uchun tegidiga qovurma joyini tayyorlab olamiz. Ketma-ketlikda ikkinchi qozonimizga moshxorda uchun go'shtni sovolamiz. Ikkinchi qozonimizga esa mastava uchun go'shtni sovoldik. Uchinchi qozonimizga esa osh uchun. 4 ta qozonni ham olovini o'rta olovda qilib qo'yilib, baland qo'yarmanglar. Birin-ketin ketma-ketlik tayyorlab qo'yilgan sabzavotlarimizni hammasini sovolib, qovurib olamiz. Har bir taomni ketma-ketligi tayyorlanish usuli profilimda chuqurroq qilib joylangan, albatta kirib ko'ringlar. Albatta Spice Expert ziravorlarni solishni unutmanglar. Taomili yana ham shirali va mazali bo'lib chiqadi. Yana bir sir asrori, ovqatingiz shirali bo'lib chiqishini xohlasanglar, albatta tomatni to'g'ri tanlang. Men doim ovqatlarimga Samarqand tomatlardan solaman. Bitta oshga tomat solmadim, qolgan hamma qozondagi ovqatlarimga tomat solib chiqdim. Bir oz 10-15 minut davomida qovurib olamiz. Moshxorda uchun moshni ham qovurilish jarayonida solib, yaxshilab qovurib olamiz. 4 ta ovqatni qovurib olib, gaz bo'shagandan keyin qozon kabobni ham boshlab yubordim. Kartoshkani tillarang qilib qovurib olib, ketidan yirikroq to'ralgan go'shtni 5-10 daqiqa davomida past olovda pishirib oldim. Kartoshka va go'shtni albatta tuzlab keyin qovurib olinglar. Tayyor taomlar sovigandan keyin morozilkaga qo'yib qo'yamiz. Qachon taom qilsangiz, qozonga solib, eritib, suv solib qaynatsanglar bo'ldi. Yurakchani bosib qo'yishni unutmadingizmi? Lag'monni suyuq massasini qovurib, keyin muzlatib qo'yishni hech o'ylab ko'rganmisiz? Shoshib turganingizda rosa kerak bo'ladi lekin. Uchala qozonimga ham yog' solib, qizdirib oldim. Yirik qilib to'ralgan piyozlarni solib, nomiga qizartirib qovurib olamiz. Piyozim qizargunigacha sizlarga eng kerakli ma'lumotni bermoqchiman. Sifati a'lo, hamyonbop, ko'rinishi juda ham chiroyli bo'lgan Lifetech brendini sizga uzoq yillar davomida xizmat qiladigan gaz plitalarini tavsiya qilmoqchiman. Olib, maza qilib uzoq yillar davomida ishlatib yurishinglarni xohlayman. Endi uchala qozonimizga ham lahm, mol go'shtini sovolamiz. Keyin har biriga chesnok va po'sti artilgan pomidorni yaxshilab mayda qilib to'g'rab, har biriga solib chiqamiz. Tabga ko'ra ziravorlar qo'shib, yaxshilab kavlab aralashtirib olamiz. Chiroyli rang berish maqsadida tomat pastasini solishni ham unutmanglar. Endi har biriga qizil, sariq, yashil bulg'or qalampirlarni yirikroq to'rab solamiz. Aynan lag'mon uchun mo'ljallangan basay karomi va turp solishni unutmanglar. Kashnich va seldir solib biroz aralashtirib, olovni o'chiramiz va sovigach idishlarga sovolamiz. Ana endi bemalol muzlatib qo'ysangiz bo'ladi. Yurakchani bosib qo'yishni unutmadingizmi?